Yaponiyadan ushbu mamlakatning ta'lim tajribasidan nimalarni o'rganishimiz kerak? Balki eng avvalo madaniyat, hurmat va tartib-intizom qoidalaridir. Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisi rezidensiyasidamiz. Bu yerda ushbu mamlakatda tahsil olib kelgan o'zbekistonlik bitiruvchilar 9-bor yig'ilishdi. Ularning hammasi bir maqsadda. Shu yurt, shu millat ravnaqi uchun chet el tajribasini o'rgangan holda o'z hissalarini qo'shish, balki tom ma'noda o'zgartirish hamdir. Yapon oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari klubining navbatdagi 9-uchrashuvi o'ziga xos ahamiyatga ega. Tadbirning asosiy maqsadi turli grant va o'quv dasturlarida tahsil olgan o'zbekistonlik yoshlar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash, ularning yangi g'oyalari, loyihalari va tajribalarini bir maydonga to'plashdir. Uchrashuv Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisining kirish so'zi bilan boshlandi. Elchi bitiruvchilarning bugungi O'zbekiston taraqqiyotida tutayotgan o'rni, ularning Yaponiyadan olib kelgan bilimlarini amaliyotga tatbiq etish muhimligini alohida ta'kidladi. The relations between the countries. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar asosan shaxsiy aloqalardan shakllanadi. Shuning uchun shaxsiy muloqot juda muhim. Hozir Yaponiya O'zbekiston bilan inson resurslarini rivojlantirish yo'nalishida hamkorlik qilib kelmoqda. Yaponiya hukumati O'zbekistonning kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan bir qator dasturlarga ega. Ulardan biri bizning stipendiya dasturimiz. Men bir narsadan juda xursandman. Ko'plab o'zbekistonliklar ushbu dasturimizga qo'shilib, Yaponiyada tahsil olishmoqda. U yerda orttirgan bilim va tajribalarini o'z vataniga qaytib, xizmat qilish uchun olib kelishmoqda. Tadbir davomida Osakadagi Expo 2025 mavzusida ma'ruza qilindi. 400 nafar a'zoga ega klubning yangi ishtirokchilari uchun klub faoliyati va maqsadi haqida qisqacha ma'lumot berildi. Yaponiyada tahsil olib kelgan o'zbeklar bugun O'zbekistondagi turli ta'lim maskanlari va kompaniyalarida faoliyat yuritmoqda. Bugungi uchrashuvda esa ular o'zaro yangi hamkorlik loyihalarini muhokama qildilar. Yaponiya hukumati kadrlarni tarbiyalash, kadrlarni yetishtirish masalasiga juda ham katta e'tibor beradi. Xususan bu bakalavriat magistratura bosqichidagi talabalarga to'liq 100% grant ajratish masalalari. Bu dunyoda menimcha sanoqli davlatlargina to'laqonli deganda bu albatta butun xarajatlarni o'z ichiga oladigan ta'lim grantlarini ajratish. Ta'lim grantlarini Yaponiya hukumati ajratishdan maqsad shundan iboratki, Yaponiyaga borsin, yangi texnologiyalar, yangi ilm fandagi yutuqlarni o'zlashtirsin, o'rgansin va kelajakda o'zini davlatiga qaytgandan keyin O'zbekiston, Yaponiya munosabatlari, Yaponiya va xalqaro hamjamiyat munosabatlarida ikki davlat o'rtasidagi iliqlikka o'z xizmatini qo'shsin degan bir ezgu g'oya yotadi. Bugungi uchrashuv nafaqat bilim va fikr almashinuvi, balki Yaponiyada tahsil olgan yosh mutaxassislar uchun o'zaro do'stona aloqalarni tiklash, yangi tashabbuslarni boshlab berish imkoniyatini ham yaratdi.